Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Mana bugungi sotuvimizga mana go'zalina markalardan keldi. Hozir ularni birma-bir tanishtirib o'taman. Hop, Cherry Aycar 03 mashinasidan boshlaymiz. Bu mashinamiz krasilari absolutni toza. 4 ta yaxshi balonlarda paroy podnoshkalar bor. Mana mashinani ichki saloni oppoqqina mana urinib ketmagan. Kattakon panoramalik 67 ming kilometr masofasi o'tgan 2024-yil. 360 kamera, bir 6 xil rejim bor. Bir Gelix pad ishlab qo'yishgan mana. Полный tokda bo'ladi bular. Shaharbob idealniy mashina. Hop, buni olib binaman deganlar uchun 19 ming dollarga bo'lsa baraka qilamiz. Hop, bu mashinasi полный tokda 410 kilometr yuradi. Shaharbob zo'r mashina. Hop, ikkinchisi Haval Dargo eng fullidan binaman deganlarga mana qora rangidan kamyonbob o'zi bular. Hop, mashinamizda slipoy zona, parod hamma yo'g'i bor. Mana qaranglar obunachilar. 2024-yil 22 ming kilometr yurgan. Atigi 22 ming kilometr. Hop, mashinamiz head up display, mana shaybali skorost eng fullidan o'zi bilganlar biladi. Abduf, abagli, massaj hamma yo'g'i bor. Offroad bo'ladi. Buning ham bir 8 xil rejim bo'ladi. Qaranglar obunachilar o'ta zo'r holatda turibdi. Hop, bu mashinamiz kirasi top-toza-yu, lekin mana shu yerda petnochasi bor. Bo'ldi, boshqa yerga o'tmagan. Hop, bu mashinamizni olib binaman deganlarga 24200 dollarga bo'lsa baraka qilamiz. Hop, keyingi mashinamiz Dongfeng 508 mashinasi, gibrid bo'ladi bular. Hop, bu mashinamiz kirasiyalar top-toza. 2024-yil 1200 kilometr zapas hodi. 110 kilometr yurib beradi. Tokda rasxodi ham 4 litr xolos. 360 kamera bunda ham. Mana qaranglar, bejli salonda. Saloni ham urinib ketmagan. 3 qator 7 o'rindilik, kattakon panoramalik. 2024-yil 70 ming yurgan. Kraskalar absolutni toza. Bu mashinamiz o'zi ko'p so'ralyapti. Bu mashinamizni kanalimiz obunachilari uchun 19 ming dollarga bo'lsa baraka qilamiz. Keyingi mashinamiz Jetaur X70 Plus Luxury, asha eng full pozitsiyasidan. Bu mashinamiz kirasiyalar top-toza. Oldi полный broneplyonka qilingan. Black piano hamma o'qilingan. 4 ta yumshoq balonlarda Mercedes hamma o'qilingan. Qaranglar. O'zini sidinalar pamyati bor, sidinalar isitadi, sovutadi. 540 kamera, yana kattakon panoramalik qizil salonda. Bu mashinamizni 21 ming dollarga bo'lsa baraka qilamiz. Yurgani ham 37 ming, propan gazlarigacha bor. Olib binaman deganlarga zo'r narxga qo'yilyapti. Bu Jetaur X70 Plus o'zi 1.5 turbina motorligi. Bu mashinamiz ham kraskalar top-toza. Qaranglar, paroy podnoshkalari bor. Bu mashinamiz ham xuddi shunaqa, lekin luxury emas, lekin 360 kamera, bularda ham shunaqa. Bu mashinamiz 70 ming kilometr masofasi o'tgan, shu 2023-24-yil. Bu mashinamizni olib binaman deganlarga 19 ming dollarga bo'lsa baraka qilamiz. Hop, keyingi mashinamiz Jetaur X70 da o'zi propanlari bor. Aytgancha bu mashinamiz ham propanlari bor. Tayyor olib binishga. Bu mashinamiz ham qaranglar, yaxshi holatda turibdi. 4 ta yumshoq balonlarda avio mashina. Kraskalar top-toza. Qaranglar, ichki saloni ham o'ta zo'r holatda turibdi. 3 qator 7 o'rindilik. 91 ming kilometr masofasi o'tgan 2023-yil. Hop, sidinalar isitadi. Propanlari bor. Olib binishga tayyor holatda. Hop, bu mashinamizni olib binaman deganlarga 16,5 ming dollarga bo'lsa baraka qilamiz. Zo'r narxda qo'yilyapti. Mana telefon nomerlarini chiqarib qo'yaman. Hop, Leap Motor C11 mashinasi. Bu mashinamiz ham полный tok. Полный tokda 580 kilometr yuradi. 4 ta yumshoq balonlarda. Mana kameralarni qaranglar, ko'pligini obunachilar mana bitta, ikkita, uchta, yana nechta kerak mana. Bezramичный oynalar, eshiklar mana qaranglar. Oqqa fioletoviy salonda turibdi. Kattakon panoramalik 78 ming kilometr masofasi o'tgan 2022-yil. 3 talab monitor. Qaranglar obunachilar. Zo'r holatda turibdi mana. Qaranglar.
o'ta zo'r minilgan mana shaharbob. Hop, bu mashinamizni zo'r narxga qo'yilyapti. 19.800 dollar. Bu obunachilar mana Lada ishqibozlariga Lada Vesta Cross mashinasi. Mana bu mashinamiz eng fullidan. Ichini qaranglar. Zo'r holatda minilgan, sidinalar isitadi. Xo'p, 131 kilometr masofa bosib o'tgan 2018-yil. Bunaqa narxga bunaqa mashina eng zo'ri bu orqa sidinalarigacha isitadi. Bunaqa mashina o'zi bilganlar biladi. Olib minaman deganlarga zo'r narxga qo'yilyapti. 6200 dollarga bo'lsa, baraka qilamiz. Mana obunachilar YouTube kanalimizga birinchi marta qo'yilyapti. Like, podpisa qilib, poddershka qilib olarsizlar. Bundan ham zo'r inomarkalarni yana chiqaramiz. Hop, inomarkalarimiz kim yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimizga like, podpisa bosamiz. Hop, biz yana TikTok, Instagramlar ham ochyapmiz. Instagram bor-u. Mana Instagramga ham qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham zo'r inomarkalarni yana qo'yamiz.